Andijon avtosalon. Labo nech bu? Sizlar juda ham qiziqtiradi-yu. Labo mashinamiz 97 million ekan. Bir kunda olib ketsangiz bo'lar ekan. Kech payt to'lov qiluvdik. Bugun Laboni olib ketgani keldik. Xo'p, trekker mashinalarimiz ham xuddi shunaqa ekan. Trekker mashinani o'zini pulini 30% dan to'laydigan bo'lsangiz, 2 yildan 3 yilga bo'lib to'lasanglar bo'lar ekan. Trekker mashinamiz ham xuddi shunaqa ekan. 30% dan to'laysiz, o'zini ta'minini hech qanaqa foizlarsiz qolgan pulini 2 yildan 3 yilga to'lasanglar bo'lar ekan. Damazda ham qo'yuvdik. Damazga ham juda ko'pchilik yozgan. Video qila olmadim, kela olmadim. Damaz mashinamizni ham 50% dan to'laydigan bo'lsangiz, o'zini ta'minini hech qanaqa foizlarsiz 2 yilga bo'lib to'lasanglar bo'lar ekan. Hech qanaqa foizsiz o'zini narxini 50% dan to'laysiz. Qolgan 50%ni 2 yilga bo'lib bemalol to'lasanglar bo'lar ekan. Hozir xudo xolisi bitta post video joylaymiz. Kuzatib borsanglar, sizlarga qiziq ma'lumotlar bo'ladi.